Nima uchun matrichniy proyekt foydali? Birinchisi, moslashuvchan. Siz xohlagan vaqtingizga ishlay olasiz va xohlagan joyingizdan. Asosiysi internetga kirishingiz. Ikkinchisi, cheklanmagan sharoit. Qanchalik ko'p harakat qilsangiz, yangi ishtirokchilar qo'shilsa, shunchalik daromadingiz oshadi. Uchinchisi, jamoatni qo'llab-quvvatlashi. Proyekt doirasida siz o'quv materiallariga kirish ijozatini olasiz va hamfikrlar sizni qo'llab-quvvatlaydi. O'zingizni imkoniyatingizni yo'qotmang. Moliyaviy ozodlik bu orzu emas, bu haqiqiy. Ular uchunki harakat qilishga tayyor. O'z yo'lini muvaffaqiyatlar uchun bugun tayyor boshlashga. O'zingiz uchun onlayn daromad oching. Matrichniy proyekt bilan. Keling, birgalikda yuqori marralarni egallaylik. Buning uchun sizga nima kerak? Telefon, internet va xohish bo'lish kerak. Telegramga o'ting. Ssilka mani profilimda lotin harflari bilan yozilgan. Men bilan bog'laning.